Sani yoshingda men 2 shishani indamasdan ko'tarib boraverardim. Falon ishlarim bor edi. Falon qizlar bilan yurardim. Falon o'g'irliklarni qilardim deb davralarda gunohini maqtanadiganlar bor. Ayblarini maqtanib odamlarga aytib beradiganlar bor. Ovora bo'lmanglar. O'sha ayblaring hali ham turibdi. Istig'for aytgan bo'lsalaring, ovora bo'lmanglar. Hali ham turibdi zimmalaringda. Chunki inson gunohini maqtanishlik, faxrlanishlik bu yomon narsalarga olib keladi. Bekiting. Ayib qildingizmi? Bekiting. Oshkor qilmang. Birov bilmadimi? Bir ayb ish qilib qo'ydingiz, birov bilmadimi? Xudo bekitdimi? Siz oshkor qilmang. Bekiting. Yopiqliq qozon yopiqligicha qolsin. Faxrlan manmanlikka kirib qoladi. Insonning tavbasi gapirmasligi bilan bo'ladi. Faxrlanyapsizmi? Demak, sizda turibdi o'shalar. Turibdi desangiz gapirib yuravering. Yosh kattalar bor-da, qilgan gunohlarni, yoshligidagilarni gapirib faxrlanadi. Afsus qilib gapirmaydi, faxrlanib gapiradi. Shu gapirayotganlar eshitib olsin. Turibdi shunday hamma yo'qlaring. Dastanolaring, tugullaring turibdi, bir yopib ketasizlar. Yo'q, bu dunyoda yo'qolib ketsin desalaring gapirmanglar. Nima ayib bo'lsa ham, kichikmi kattami, gapirmanglar.